Assalom opa. Obdan qopibmi? Yaxshi balam. Bugun shundaq yenikli qopibdiman. Tarat so'llarini tayyorlab qo'ygan edim. Rahmat balam. Xudoyim menga sizdek yaxshi kelinni yetkizib, orom etli qoldim. Oyjon! Astara qaydingmi? Qo'rqmay o'ltirma Gulnar. Velosiped degani o'g'o qanot chiqib uchadi deymi? Ikkimiz muhabbatlashib yurganda qanday qayda aytdim, ha? Voy, po'chiliqini kim sizning velosipedingizga minibdi-ki? Ha? Shu jotgan o'chiligimiz bajmo texe bizning. O'z vaqtida sizni daryo bo'yiga nima bilan apag'an, shuni unutib qoldingizmi? Shu kun ma'qul demaganmidingiz? Maqoshliqini yodingizda bor ekanda? Uni unutib qolamdigan. Voy. Shu kunlarni o'ylasam, faqat esimdan chiqmaydi juma. Rasmi? Ras. Oh,
Birdam aram elib olamsiz, Tayir. İşlaganga herib ketmaymiz. Ko'dingizmi muskulalarni xil chambalijimi biz. Po'chiligini. Çay içib eling, jenim. Rahmat xotin. Xotin? Keşke xotin daverdi ekansiz. Bir yostiqqa bosh qo'ygandan keyin xotin demay nima deydim? Muhabbatdan damdim ya, ha? Qo'lga kirgizib oldim, hech kim ko'rikdan o'tib oldi danga. Unda xos qaytada muhabbatlashamdik ya, ha? Yana bir daqiqa qani. Deyman, qo'da qo'y. Xotin. Voy. Pa. Sizlar alamet qaynab ketibsizlar-ku. Keldingmi adash? Tinchlikmi? Tinchlikmi? Uyda qilamagan sho'xlig'inglarni etizlik qilib yetibsizlar-da. Atrofda odamlar bormi? Bug'doyningmi ko'zi va quluq bormi? Ha? Mush gullarning ishi bo'lmamdi. Muhabbatlashgan vaqtimizni aslab boqayli deb qo'g'lab jinimni ozliq qo'ydi degina adash. Yolg'on. Sizmi bo'sh emaskansiz-juma Gulnar? Mushuk chashqanni qo'lgandek, Tayirning jinnini elib jangalda qo'yibsiz-da. Hey, adash. Koni yar beshidiki ya'ni qanday qilsa? Olaman, cho'qim olaman. Hozir u yerga xalqni ko'zi tushib yetibdi. Fursatni chin tutchimi adash? Xalqning qo'liga tushib ketmasin bika. Hay, opam u yerga suv opirish tastaydi. Agar ip bo'lib suv chiqaramay qolsak, qiynalib qolamizmi? Suv opirish tasog'an bilan ya obdan danga Gulnar. Uning ustiga 20 mo'ya. Hey, u yani elib olgan bo'lsam, xeli bir ish qilatdim. Agar biz fan texnikaga tayinib yer terimisak, boshqalarni oqida qolamiz. To'g'ri? Hey, undaq bo'lsa, Sulaymon akamni izlaylik. Shunday qilaylik. Hey, Gulnar, men berib kelay amsa. Yur adash. Ana o yerga. Sulaymon aka! Assalomu alaykum Sulaymon aka. Assalomu alaykum Sulaymon aka. Otga qarab o'tibsiz-da. Sulaymon aka, ot beqishqa pamingiz bor ekan, juma? Bu ot kunda 4-5 kilo qo'noq yeydi. Shunga bugun olib chiqib o't qo'yibdim. Ayol kishining to'lg'ini, otning bordalg'ini yaxshi emasmi? Sulaymon aka, kon yar beshidagi yana menga beramdikin deb izlab keldim. Uxlab tush ko'rgandek gap qiladi ekansan-ku. Men to'y qilishdan burun degan-ku, keyin to'y ishida aldirashib ketdim shu. Rost gapni qilsam, Tayir. Uya sana tegmaydi. Uyaning beshida o't qo'yibdi, o't. Sulaymon aka, shu yerni Tayirga aytpasingiz umamdi. Tayirning nayt yaxshi planlari bor edi. U yerni Tayir olsa, atrofga obdan foydasi tegadi. Sizlar bundaq talashavergan bilan mening u yerga tishim patmaydi. Bo'ldi, yuqori bir nima desin. Chop! Suv chiqmaydigan eski do'nglikni talishib qo'ysa, ajab badidan oshda bular. Bu ya yezliq hukumatning qo'lidagi chaqda suv chiqmaydi deb terimay tashlab o'tgandi. Hey, oladigan niyating bo'lsa, ching tur. U ya yaxshi ya. Planlaringni amalga oshira olaysan. Cho'qim olaman. Yo'lni bekalam. Yo'lni bekalam deyman bu. Qanday degan gap bu? Arvangizni bir yoq tortinglar. Xafa bo'lmang, mana hozir. İsmingiz nima? Meni bunchalar yot ko'rib ketmang. Men mush yezining muavin boshlig'i Osmon bo'laman. İsmingizni bilgim kelib qoldi. Ha?
ismim Gülnar. Moshi yezidagi Tayir Abdullaning ayoli bo'laman. Günlar degan sizda? Tayir mush yezidagi eng chiroyli bir qizni ilib oldi deb anglagandim. Tayir yo'vash yigit, toza ta'lingiz gapdijimi? Men Mangay Osman aka. Voy. Qaltis qizgansiz-ku. Uyingizga taklif qilaymi demaysiz, ha? Yangi kelinchak degan mushunda qo'lamda? Ha? Men Mangay. Voy Xudoyim. Voy. Gulnar, balam mijozingiz yo'qmi? Ha? Turing ay balam. Asta turing ay balam. Astroq turing balam. Turing. Bo'yingizda ba o'xshaydi, jinim balam. Azroq aram evasingiz. Yaxshi bo'lib qolasiz. Ha. Bo'ladi. Endi sen shundoq bo'lsin. Kiring. Ha, Osman. Teshikmi? Yaxshi turdingizmi? Qani, o'tiring. Neymi shu atda? Qapsalan jilg'isiga kelkin kelib, barliq to'smalarni buzib etibdi. Bugun ertaga nolik hukumatdan to'smalarni to'singlar deb telefon keldi. Mo'shu noy rahbarlarimiz qiziqgan. Kelkin kasila to'smini etinglar deydi. Yo bizga to'smini etkidek mablag' bermagan. Siz undaq desangiz bo'lmaydi. Nolik hukumatmi bizni har jihatdan qo'llayotmandi. Yezi boshlig'i, sizlar yezimizga boshliq bo'lib kelgili uzun bo'lmadi. Siz ba'zi ahvollarni tushunmaylar. Masalan, bizning eshakdek ishlaganimizni noy rahbarlar ko'rib baqdimi? Shaxsan meni mukofotlab baqdimi? Biz toptani qilsak bo'lmaydi. Yezimizni taraqqiy qildirish uchun tabiiy boylig'imizdan foydalanib, holliq saviyaga yetish uchun izlanishimizga to'g'ri keladi. To'g'ri. Sizdan bu yeziga ma'un yezi boshlig'i bo'lganingizga xili yillar bo'ldi. Chekkan jafoyingizmi ko'p, boshqalarimizni qaraganda yiltizingiz cho'nqur. Bizning ko'p ishlarda hamkorlashishimizga to'g'ri keladi. Assalomu alaykum, yezi boshlig'i. Qanday ahvollari? Obdan turibdimmi? Ha, obdan turdim, Sulaymon. O chaqirtmasam kelaymi demaysiz-ku? Yo'q. Undaqmi emas, yezi boshlig'i. Mush yaqinning yaxshi ishlarim sal aldirash bo'lib qilib, o'zlarini yo'qlab kelamadim sizlar. Xapimizlar, yezi boshlig'i. Ha, qani, o'tiring. Baq. Hey, xotin. Cho'k bilan piyola olib chiqa. Ilohi amin. Allohu akbar. Menmi mush bir yezini peqirtib ketyapman-ku, ha? Araq ichishga, o'ynashga, uxlashga vaqt chiqara olayman. Voy, yezi boshlig'i, sizlar buyruqni so'qib qo'yib, xotirjam o'ltag'im bilan dehon deganga gap anglatmoq osonmi, ha? Hamma japoni biz tortimiz sizlar, yezi boshlig'i. O'nchilikmi deb gapman, Sulaymon. Hozir dehonlarni aşağı haydaydigan gap yezi boshlig'i. Men bo'lmasam ular joylik qilib, hargiz bag'il unmaydi. Qani, nima topshiriqlar bor ekan shuni anglab baqay deb kelishim. Teshikmi? Choy iching. Rahmat.
Ağaç otası. Sen çıkıp mavaraqdan bir botulka akirib bagini. Maqul. Sulayman. Ha? Bir haqiqatim siz bormisingizmi? Dehonlar aşağı ketaverdi. Bugun mening azroq ishkim kelib qapti. Bir umkidan ichib qo'yaylik, ha? Qani, eling. Sizlar bundaq degandikin, menga nima amal? Bo'pti, issak ishtoq. Ha, bali. Bir yezi boshliq qopab sizni esh desa, mushuni bilmamsiz. Birsi meni shundoq desa, beshim osmonga taqishatdi. Sizlarga o'yin tomosha ozmi, ha? Hayla, xo'sh. Ha, bali, yaraysiz. Sulayman. Xo'sh. Mush ikkimizning ilpatchilik qilayotganiga xeyli uzun yillar bo'ldi, shundaqmi? Shundaq. Yoshirg'idek ishimigo yo'q. Men hayotli bo'lsam, huquq tutibni to'sam, sizni mangu qanot ostimga olaman. Rahmat yiz boshlig'i. Qandaq o'ylaganlar bo'lsa, davaslar. Xizmatlarga tegaman yiz boshlig'i. Sizlarning ash qumdon kentida bir cho'konni ko'rib qoldim. U meni asir qilib oldi. Har qancha qilsammi, kallamdan zodili chiqmayotdi. Ha? Kimkan u? Sizni buncha asir qilib olgan? Toyirning ayoliman deydi. Ismi Gunnar ekan. Sizlar qiz cho'kan desa, o'lat birdigan yiz boshlig'i jumi, ha? Qiz cho'kanlarga qachon bag'rimiz qinib o'tgan, ha? Shundaq. Gülnar. Hay, Saniya. Qanday ahvolingiz? Yaxshirdingizmi? O'zingiz yaxshirdingizmi? Yaxshi. Gülnar, bir yerda turib faqat ko'rishamay yurimiz-da. Shu emasmi? Sizmi aldirash, men aldirash olgandikin. Gülnar, qizingizga balg'a diqqat qilingchimi? Bunda chaqda diqqat qilmasa bo'lmaydi. Uyga qaytamsiz? Ha, qaytaman. Sen baqo, traktorni joyiga kirib to'xtatib qo'y, ha? Bo'lamdi? Ha? Tayir! Tayir, to'xta! Tayir! Tayir! To'xta. Menga ilqiyani berdigan o'xshamabsiz. Tosminimi tosib bo'ldik. Ishmo tugidi. Endi biray yerimdan adiq chiqamandiq uka. Adiqni uyga berib chiqamandiq Sulayman aka. Hey, ahmaq ukam, uyga borgandan keyin bu ishlar bilan adiq chiqamdi. Men qara, men obdan bir so'rin tuzdim. Rasat bir o'ltirib kelaylik. Yur, mana. Sulayman aka, ilqiyani menga berib versanglar bo'ladi. Sen mushunda hojatman bo'lgandan keyin meni keynimdan ma'lumamsan. Ha, shu. Bo'ldi. Sal to'xtatib qo'yli. Naqshinimi anglag'ach, araqnimi ishgach o'ltirayli, ha? Shundaq. Sulayman, araqingizni qo'ying. Ma'qul. Qani, o'ltirishimiz boshlandi, og'inlar. Ma'u birinchi rumkini yezi boshlig'ining hurmati uchun men ko'tarib o'tay. Xo'sh. Ukam Toyir, ma'u go'shtdan, samsildan og'ach o'ltiring. Aşağıdan yeni keldiniz. Qo'sqingiz mo echib qolgandi. Qo'saq och bo'lsa, Elibeka haraq tutib ketadi-mi? Qo'saqni to'yg'izib ela. Yezi boshlig'i, men bu haraqni qani, yezi boshlig'i, o'zlari keldi. Qiziq chaqchaq bilan bir ichmaslar.
Çaq deganni ichib qiziqanda to'kib o'tamiz. Qani xo'ja. Xaltsiz boshlig'ida. Qani Tayirivka, ko'pmidi bir ko'tarib o'ta. Sulaymon aka, men aroq ichmayman, men zo'rlamang. Bu Mavi iz boshlig'ini oldida buyurmatlik qilma. Ala, isha. Sulaymon aka, men umrimda aroq ichib boqmagan. Burun ichmagan bo'lsang, endi ichmamsa, sen degan yigit-ku. Nimanda xurofiylik qilsa, ala. Bu xurofiylik emas Sulaymon aka. Men rost aroq ichmayman. Burun ichib boqmagan bo'lsang, endi ichib boqmamsa. Sulaymon, akalama. Ufkam Tayir. Bizning bu sahroy qiyomatda mushu aroqdan boshqa nima bor deysiz? Shu emas. Bu ko'ngil uchunda. Ha? Mana qarang. Mana bu ko'sanning oliy darajalik arqi. Buni ichsangiz foyda qiladi deymi ufkam. Ichib qo'ying. Yezi boshlig'i, mush aroqni menga zo'lamagan bo'lsa, masaladan o'tib qolay. Ufkam, men qarang. Avval mushuni ichib qo'ying. Avval buni qo'lingizga elib, nima gap bo'lsa ondan demamsiz. Ha? Eling. Jinim aka, meni zo'lamang deyman. Men ichmayman. Avval bu piyonni qo'lingga al, Mavi iz boshlig'ini qo'l tilib ketdi. Ala. Bale, ishning yo'li ma'va ufkam. Endi bir guppidi ko'tarib o'ta. Guppidi ichmasang bo'lmadimi? Iz boshlig'ining hurmati uchun bo'lsa-mu, birini ichib o'ta. Men senda xo'shib qolay. Ya Allah, xotin kishidek naz qilmay, guppida ko'tarib o'tmamsa. Agar musharoqni ichib olsang, sen talashqa yani berib o'tma. Nima? Tayirning tali bormi-ka? O'rlab beringlar tali bo'lsa. Heliqi ko'n yor beshidagi yerni jiq odam talashdi. Bu ufkammo ko'p gap qilib, beshimni og'ritib ketdi. Mundaq bo'lsa, mendan buyruq. U yani Tayirga berib o'tinglar. Sulaymon aka, bu rostmi? Qiziq gap qildi ekansan ufkam. Yezi boshliq Osmonning har bir eg'iz gapi otgan o'q degina. Bo'ldi, ba'di sana. Qani, shuni bir guppidi ichibda. Xo'ja. Bale, o'g'il oldigan mundaq bo'lmamdi. Ostaraq. Ayxon ana. Voy xudoyim-ey, bolamga nima bo'lgandi? Voy, nima sesixchilik bu? Voy, sharmanda. O'qigan namozlarimni bulg'ab, eshak suydigini ichib kelsan-da. Hey, ko'zingni ochqina. Senmi odam bo'ldingmi? O'zingizni bismillah Ayxon ana. Tayir, beshini ko'tarib o'ltir. Voy xudoyim. Tayir, Tayir. Asta. Voy, opa. Tayirga nim bo'pti? Nim bo'ladi bolam. Eshakning suydigini ichibdi. Voy isit. Xudodan tilaganlarimni hakatdi. Xalqi olam oldida qandoq bir bosh ko'tarib yuraman. O'zlarini besivasla opa. Tayir o'ngshalganda so'zlashayli. Dadasining ro'yini qo'rindirib qipshiga ishini qaranglar. Rahmatlik Abdullohim bo'lgan bo'lsa shundaqmi qilmasdi. Men bundaq rasvochilikni ko'rgandim. Tuqqanlarning uyiga ketay. Nima satchilik bu? Nima satchilik? Voy xudoyim. Opa. Jinim opa, undaq qilmaslar. Tayirning o'rnida men sizlarga nomaqul bo'lay. Mundaqla ketib qolsa, tuqqanlar bizni yomonlashib qopti deb o'ylab qoladi. Tayirni mushi bir qatim kechirvaslar opa. Gulnar. Apa, Gulnar qani? Kun tushkicha uxlasang, Gulnar san qarab turamdi bolam.
Gulnar allaqachon etizga chiqib bo'ldi. Senmize toza o'rin bo'lib ketding bolam. Gulnar, bu buğdaylarning hammasini o'rib olibsiz-ku. Nima bo'ldi sizga? Akilingga maqlay bo'ldi. Voy, akilingga maqlay. Demilang. Gulnar, meningmi undaq qilg'im yo'q. Qatori ichib qoldim shu. Yagim erishdim. Endi ishimsan bo'ldi-ku. Eng yaxshi so'roq ishmang. Bo'lmasa hammamizni xafa qilib qo'ydi ekansiz. Gulnar? To'g'ri qildim. Kimni o'ylash shu uchraydi ekan? Oxir zamon bo'lib qoldimi nima? Ha? Nima ishdi Sulaymon aka? Mundaq gap. Yezilik hukumatning boshliqlari kentimizga tekshirish kelmoqchi ekan. Ularni obdan kutib olmasak bo'lmaydi. Shuning uchun sizni bizga yordamlashib mehmonlarga tamoq etib bersa deb kelibdim. Lozimatli narsalarning hammani men tayyorlab ekib beraman, ha? Men, ila. Boshqalarga desangiz o'ptikan Sulaymon aka, ishimiz aldirashdi. He, bundaq desangiz bo'lmas. O mehmonlarni kaskemas yak boshliqli bo'lmaydi. Hozir bizning sizlarga hojitimiz tushib qoldi. O'tganda sizlarning hojitinglar bizga tushganda ko'nyar beshdagi, ya'ni sizlarga berdik-ku. Ha? Ilang afkam, ha? Ilang, ha? Ha? Shunday bo'lsin, ha? Undaq bo'lsa, bugungi sizlarning uyda, ha? Hay! Sulaymon aka! Hozir bir qism rahbariy kadrlarda aynib ketish, huquqidan foydalanib o'z nafsiga cho'q tortish, shiriklashish qilmishlari intayin og'ir. Biz partiyaning xalq oldidagi inovatini saqlab qolish uchun oldi bilan pakt xizmatini ching tutishimiz, kim masala sodir qilsa, kim o'z huquqini qalaymaqan ishlatsa, shuni jazolashimiz lozim. Hozir noimiz tavasida bir qism kadrlar yerlarni qalaymaqan egilib, hukumatning mablag'iga o'y silish, emgak kuchi va qurilish materiallarini haqsiz ishlatish xohishi bakma og'ir. Yani bazı kadrlar hükümetin pulunu yap içişke ve oynab sayahat qilishga sarf qilmoqda. Ba'zilar bo'lsa parxo'rlik yo'li bilan beymoqda. Biz yuqorining yo'l yo'riga asosan buningdan keyin shiriklikka va parxo'rlikqa qarshi xizmatni ching tutib, yaxshi ishlashimiz kerak. Har qaysi yezilar buni aktiv qo'llashi, o'z joyida mas'ul ko'rilgan aman fosh qilib bir taraf qilishi lozim. Qilmishi haqiqatan og'ir bo'lganlar qonun bo'yicha bir taraf qilindi. Qani yo'ldoshlar. Hujjat yetkazilib bo'ldi. Buning qarta qanday fikringlar bor? Nalik hukumatning hujjatini qo'llaymiz. Bizda masala bo'lsa, tuzatsak bo'ladi. Og'ir masala bo'lsa boshqasoq bo'ladi. Yezi boshlig'i. Bayatdan sizlar bu materialni yetkazgan heliqi masala bizning bu yezid yo'q deb qarayman. Bu yerda o'ltagan kadrlarning hammasi pak diyonatli kadrlar. Yez boshlig'i Osman obdan gap qildi. Oramizda o'z nafsiga cho'q tortadigan, sheriklashib, tushkunlashgan kadrlar yo'q. Hammasi xalq uchun jon dili bilan jafoliq ishlayotdi. Unda kesib yetishib bo'lmaydi. Bizga ma'lum bo'lgan ba'zi inkoslardan qaraganda, yezimizda masala oz emas. Yo'ldoshlar bir-biriga chapon yapmasligi kerak. Ağaç oturma. Hoşa. Hoşa. Hoşa bize.
Amallah, ağaç oturunlar. Hayır Cevka. Bugün kattık yaşayımız. Optan içimiz. Kene, içe. Moşu araqni içmeyme dep yana içtim. Süleyman aka, nimishqa içtim bilamsiz? Bilmem. Sizlarning hurmatinglar uchun içtim. Ay, hiç kim gibi bemige yani sana verdim. Şunun örümü düşüp olsun içmemse. İçe. Koşa. Koşa. Ezi başlığı. Koşa. Tahir ukam, iç koya bir ana ha. Ha, koşa. Koş. Ha, koş. Zikir. Tahir. Hey Tahir. Gezi başlığı. Ne ki lan? Sizin örümü düşün mü Tahir? Bunu bir yer bir içmesin ha. İçe. İçe. Koşa. İçe. İçe. Yaşı. Yaraysa. Nimandaq içi verirsiz? Ezi başlığı zorlab turib olgan ekan, içmay qanday qilaman? Ağzınızı zorlap koymagandı. Haraqni o'ligidek içip, opamni mi ketkizib ettiniz? Elinglar. Ağaç oturunlar. Qani, ağaç oturunlar. Opana, tağıs oynaylı. Men tansı deganni zodi bilmayman, yezi başlığı. Bilmeymen degan mi gap mu? Bilmisiniz öğrenisiz emas mu? Qaranga, avu xotinlarni o'ynab malaq bo'lib ketdi. Sizning ash xotinlardan qavchiligingiz bormi? Ha? Kel ha o'ynaylik. Turing ha. Turing ha. Xo'masangiz men o'yitib qo'yman emasmi? Gunnar, siz haqiqatan chiroyli ekansiz. Tahirga zoyi ketibsiz. Ham yog'ida qizgansizmi? Undaq sərtləşməsə yezi başlığı. Hamma qiz cho'qonlar shunday qildi-ku. Mening ko'zim tushdimi? Taliyingizning kagini shu. Sizlar yezi başlığı turib, mushundaq gap qilsa bo'lamdi. Men hammani bilaman. Hamma ishlar chiroyliqcha bo'ladi. Men qonuni bilaman emasmi? Sizlar baq qo'rqinchli odam ekanlar. Meni qo'yibasizlar. Tahir, hey Tahir. Sizmi er kishimi? Turing o'rningizdan. Turing. Siz mening gapimga kelsangiz, menga rohat turmush kechirsiz Gunnar. Yo'ldoshingiz Tahirmi, Oshadin turli siliqlardan xoli bo'ladi. Men sizlarni qanot ostimga olaman. Men sizga ko'yib qoldim Gunnar. Men Yana yaqin keldigan bo'lsa, boshlarini chepib o'taman. Bunchalik qilib ketmang Gunnar. Bu yeza texi mening olqinimdan chiqib ketgani yo'q. Men deginimni qiladigan odam. Hamon bir kuni mening oldimga kelib tizlanmaganingizni bir ko'ray. Allah! Tahir, hey Tahir. Turing, sizga
sizga deydigan gapim bor. Ay, nima gap o'sdi, hamsiz? Bo'yimdan ajrab ketdi. Nima? Gullar, bu rostmi? Akşam kechida shundoq bo'ldi. Emmini qilgan bu necis harak. Mening narimnimi o'g'il o'li degan olsun. Canım Tahir, ben sizden pek ensirab ketyapman. Siz o'zgarib ketasizmi? Gülnar, bana işinin. Ben sizni mengü söylemem. Xadicham. Xadicham. Manemi? Sizmi odam aldashni o'rganibsiz, a? Özlerinden aylansın, yezi başlığı. 2 saat boldu silini saklap öyley dedim. Başka şeytanlar ozdurup ketmegandi. Bana siz bo'lsangizlar bo'ldi. Boshqa odamning keragi yo'q deyman. Voy, hozir shundoq deyla. Ertaga kim bildi o'tiyxi? Mana ishining ha Xadicham. Men sildim bir ishni so'rab baqay. Reshitning ishtatini qachon hal qilib berla? Yaqindan beri shunda qo'rqib ketyapman. Agar o'shikimizning ishini bilib qolsa, o'ltirib yetishtirgan yanmaydi. Siz xotirjam bo'ling. Men aqlim bilan ish qiladigan odam. Men Reshitning ishtatini cho'qim hal qilib beraman. Ha? Tahirjon aka, solishobni ketibsa, akşam qaraq ziyon qildimi nima? Qo'ying Sulayman aka. Odam qaraqni shundoqmi ichirib o'tamsiz? Kechini yoqi beshim og'rib araliq qoldim danga. Asta ko'nib qolsa aka. Bizmi 20 yilning yog'i ichib beshnimi bo'lmadik-ku, ha? Qasam qildim. Bundan keyin aroq degan narsa ikkinchi og'zimga olmayman. Aras, eliq konya beshligiga yerga bir narsa terimi qolsa? Yo'q. Terimig'ini yaxshi bo'pti. Raskatni qilsam, biz sendan u yerni qaytirib oldigandek qilamiz. Bu nima gap? Men u yerni 3 yillik setib olgan tursam, yana kelib sizga to'xtammi bog'u? Biroq ahvolda o'zgarish bo'lib qoldi. Bu yezliq hukumatning o'rlashtirishi. Oshi 20 oyagimi yezliq hukumat aralasham ekan? Men u yerga ko'p ajr sindirgan tursam. Bu mening ishim emas, uka. Mendan hargiz ranjima. Biroq u yerdan umidingni uzmasang bo'lmaydi. Sog'an emgak kuchim, qazgan pulimdan hammasidan voz kechamdim. Odamni bundoq bo'zaq qilgan bormi? Va tuzga to'xtab qani hamisi. Wang Shuji viloyat partiya maktabiga o'qishga ketdi. Barat Shangjang ichkariga 1 oylik tekshirish ketdi. Bu yezining xizmatini mening vakolatdan ishlayotganligimni hammanglar bilasizlar. Bu yezida mening gapim zodi o'tamdi, o'tmamdi. Har bir kentdan 5 taldan yog'och, 2 dan odam chiqarishga kuchanglar. Bo'lmasizlarni qandaqmi kent boshlig'i degili bo'lsin. Yez boshlig'i. Biz ilgari noyidagi boshliqlarning uy silish ishlariga yaxshi yordamlashdik. Ularmi bizdan rozi bo'ldi. Endi kelib bu boshliqlarning tuqqanlari uchun emgak kuchi, yog'och material chiqarish bizga haqiqatan tas to'xtaydi. Bizni tar yo'lda qistimizlar. Yez boshlig'i. Bizning kantimizmi shundoq? Kantimizda kaskidak bir atal yog'ochim topqilib bo'lmaydi.
Bayağaşның hammasi soğuk salamga ketib bo'ldi. Endi emgak kuchi masalasi kelsak, bu texim mumkin emas. Maşındaq aldirash chaqda dehqonlarga biz mush gapni deydigan bo'lsak, bizni urushtirib yanmaydi. Bo'ldi. Hammanglarni bilib qo'ydim. Sizlar menga qarshi chiqmoqchimi? Sizlarga bu huquqni kim bergan? Ha? Yezi başlığı Osman'ın fikri to'g'ri. Men qo'llayman. Bir kentdan 5-6 talda yog'och chiqaramsak, bu qanday bo'lg'ini? Yezi başlığı Osman bu yog'ochlarni men o'zim ishlataman da'vatqini yo'q-ku. Yez başlığı. Ha. Sizlarga deydigan gapim batdi. Nima gap? Sizlar buyurib bergan hiliqiyani Qumdan kenti hech sababsiz tatolmoqchi bo'lyotdi. To'xtamnimi bekor qilmoqchi. Shu sizning oldilariga kelib edim. Ha, u yana qaytarilishni men aytgan. Qanday gaping bormi? Bu nima gap yez başlığı? Men sizlarga nima yomonlik qildim? O'zingning normalik yerini terisanglar bo'ldi-ku. Yer chetilib teriydiganga nima haddim? Ya'ni to'xtambuchi sotgan tursa, men u yerni tajriba etiz qilay degan. Kentga foyda yetkazatdim. Yerlarni setish, qaytarilish bu hukumatning ishi. To'liq atkachilik qilmay yo'lingga manga. Sizlar qandoq ishingiz kel degandilar. Men sizlarga tog'dak ishini kelsam bu to'g'ri, men shundoq degan. Lekin hozir niyatimni yenib oldim. Azroq hech, azroq. Ziyon qiladi juma. Nemishqa meni ahmoq qiladi. Nemishqa meni ahmoq qiladi deyman. Hey, Gülnar. Ha, apa. Apa. Nima qilib yuraysiz, bola? Nemishqa gapimni anglamaydigansiz? Qanday qilaman, apa? Bug'doylarni o'rib bo'lanmidiq. Vaqtida o'rib olmasak bo'lmaydi. Jenim balam, o'zingizni o'zingiz aymasangiz bo'lmaydi. 10 tug'utdan bir tushik yomon deganni anglamaganmi? Bir necha kun obdan dam elib, ondan chiqing. Bo'lmasa keyin tug'utingizga ta'sir qiladi, balam. Xotirjam bo'lsa, apa. Avaylab ish qilaman. Ha. Bu günlerinize. Oycan! Oy, yanlış bitti. Kimdi o? Voy, bu Tahir ekan-ku. Tahir. Tahir. Hey, Tahir. Tahir. Hey, Tahir. Bu zahmenga o'xshaydi. Gapirib qo'yadi. Bularni. Gülnar, qanday ahvolingiz? Gülnar, qarab qo'yaymi demaysiz-ku? Men sizga nima yomonlik qildim? Nima qilganingizni bilmayapsizsiz? Yerning masalasi kelsak, bu mening ishim emas. Yuqorining o'rinlashtirishi.
Şuna şundaq bolğan. Hazır yezi başlığı Osman öçülüşünü yerden başlavatıdı. O xiyalida mushundaq qilsam meni yalvarıp aldığı bardı deb o'ylavatıdı. Yani bemiz chekisiga tansın. Jenim singlim, men sizni nahayat obdan tushunman. Biroq bu gapni Tahirga hergiz deb sanmang. Bo'lmasa uyinglar buziladi. Mendimi amal yo'q-da. Agar qildiganni qilmasam, yezi başlığı Osman meni ishtek talaydi. Bir necha kun bo'ldi. O'zimning go'shini o'zim yegidek bo'lib, beharam bo'lib ketyapman. Sizmi-chu? Yezi başlığı Osmanning gapiga kirgan bo'lsangiz, bu ish yo'q. Nima deyapsiz? Sizda vijdon degan narsa bormi yo'q Sulaymon aka? Mushundaq gaplarni og'zingizga og'icha ulib olsangiz bo'lmamdi? Siz ishplas. Xat to'xtab tur qanjuq. Men seni rasvo qilib, mushiyada turibsiz qilib etmaydigan bo'lsam, Sulaymon bomba ketay. Apa, kellama. Balam putuğunun ağırı qandıqaraq. Xil yaxshi. Kesla apa. Nega yurib kelding, apa? Tov qildim Xudoyim. Xudoyimning oldida nima gunoh qilgan bo'g'iydim. Kagilik bo'lsa, bizga kagil turdi. To'y qilmasning oldida bir obdan balitdan. Qachon to'y qilding, buzilding. Canım balam Tahir, sen mening yürek param emasmi? Nemişqa bundaq apangni xop qiladigan sen? Apa, putum sunup ketdimikin, bek og'rib ketyapti. Balam, ko'nglingga kasmo dey. Gulnarning oyig'i faqatli yarashmadi. Gulnar kelgandan beri qo'zili qo'yimiz bo'g'ilib o'lib qoldi. Qo'sig'idagi 2 oylik bola tushib ketdi. Sen eshakning suydigiga ugunib olding. Jenim balam, sen qandoq Tahir'din? O'ylab baqa. Apa, Gulnarda gunoh yo'q. Uni ayblasang bo'lmaydi. Sen uningda kelini hech nadan topamaysan. Yana birdan o'ltiringchi yezi boshlig'i. Bugun azroq ishim bordi. Men yana kelim emasmi, ha? Endi kesimiz qachonlik kelisiz? Men yana 3-4 kundan keyin kelim, ha? Topolmaysizmi, ha? Ay vallah. Bu Reşit. Osman. Oh, iflas. Reşitkan, men Nomassiz. Men seni öldüreydim. Reşitkan, meni şeytan azırıptı. Men bunda qildigan adam emasdim. Fukam, bu sening hadisini meni elektr stansiyasiga haydaydiganligingning sababini endi bildim. Osman, sen tuzimni yap, tuzligimni sepsan. Sening naringmi yezi boshligiga o'xshasin, ha? Reşitkan, men ezib deme. Men sening ishtat masalangni atila hal qilib beray. At deganda ishxonaga borgan, ha? Meni qo'yib atgan Fukam, xo'sh olay. Men 10 yildan oshdi. İştatimni hal qilib bermading. Men seni o'ldirib etaman.
Reşit. Baksana. Seni gören gözüm yok. Öldün yok al. Şu balının yüzünü kılıncını Reşit. Ben eziptimem. Hey, sen neymiş ki ballarının yüzünü kınmaysan? Ha? İyi de, beni neymiş ki aldaysan? Aldın ettimem. Beni kaçırın Reşit. Ballarının yüzünü kınmaydıgan bolsam, seni öldürüp ettim. O namussuz, közümden hazır yok al. Qanaqa ahvolingiz Gulnar? Yaxshi. Necha kun bo'ldi? Ko'rinmaysiz-ku. Sizni izday deb turatdim. Tag'am og'rib qopti ekan. Shu yerga berib keldim. Hey, Tahir ko'rinmaydi-ku. Uyda yotadi. Nima bo'pti? Uch to'rt kun bo'ldi. Atrat heliqi bizga bergan yeni tatib olibdi-kan. Shuning achchig'ida Tahir haraqni o'lgidek ichib, qaytib kelishida velosiped bilan yodin tushib ketibdi. Ha? Ahvol og'ir emas-ku? Dastlabda maslikning alomatimi og'irg'andan kepini qilmagan. 2 kun bo'ldi. Belim putum og'rib ketyotdi deydi. Badanning ich tarpi zaxmiyib qoldimikin deb ansirab ketyapman. Yani ilvamamdı. Şunu oğum şunç kapılış ketemdi. Bomuz unzavut kursun. Yezimizde unzavut yok ku. Tahir'e burun mu? Şundak dep meslet bergen ben. Tursun, siz Tahir'ning yaqin og'inisi. Onunga nasihat qilib qo'ysangiz. Tahir haraqqa berilib ketyotdi. O hozir burunqi Tahir emas. Xuddi men kelin bo'lib kiribla Tahirni buzayotgandek opamni meningdan xafa bo'lib shiryotdi. Aygül! Aygül! Nemish bo'ldi Sulaymonka? Rasma? Ras olmayçı, işenmisiniz berip qarab bapamsiz. Hey, Aygül, üyek bağandı bağı o. Menin ismimni herkes çıkarıp samancı mı? Vures valla. Gulnar, turmuşda igiz-pes işler bo'p turdi. Bu ishlarni sizdan ko'sib bo'lmaydi-da. Men Tahirga nasihat qilib qo'yay. Rasala. Aygül, siz Ko'p kunduzda apaq-chapaq bo'lishdan noz qilsanglar-chi? Aygül, nima deb jo'ylayapsiz? Texman jo'ylabdimanmi? Tursun, asli siz Tahirning og'inisi emas, Gulnarning og'inisi ekansiz-da. Aygül, odamga qarchaplimisiz-chi? Qasam qilaman, Tursun bilan hech qanday munosabatim yo'q. Tex munosabati yo'qmish. Xalqning oilasini buzg'icha ezilib o'lvasangiz-chi? Ko'p kunduz buzuqchilik qilishib. Aygül, zuvaningni jiq bo'lmasa miyani qitig'ini chiqarib yutman. Xat to'xtab tur Gulnar. Bu rasvochilikni butun mahallaga yetkazadigan bo'lsam. Aygül! Ağzını yum deymen, bu iflas! Bugün non rosa o'xshidi. Hamma nonlarni yiqib bo'g'il bo'ladimi? Yiqib bo'g'il bo'la, sizning tugich mening tayyor bo'ladi. Esirmanglar, hammasi yiqib bo'g'il bo'ladi. Hey, anladinglarmi? Bizning yezdi bağı kishining ahli hayron qolgandek bir xabar taqilibdi.
Qanday xabar? Voy, Mavu Tursun bilan Gulnar bağı tutulib qapti. Voy, nada? Voy, texi, Aygül öz qo'li bilan qo'noqlikda tutyapti. Tavba qildim, tavba. Gulnarning bundaqmi hunari borligini o'ylamabdim emasmi? Gulnarning atdagi qarisiga o'qaqning eriga qaraydigandek emas. O'ylim qayadan chiqibdi-da u. Tavba. Gulnarning qochidagi oshni yeb turib, qazon qaraydigan hunari borligini o'ylamabdim emasmi? Gulnar bilan Tayir to'y qilgandan beri nayti inoq ijil o'tadi. Uqishmaslik bo'lib qoldimi ya? Ishonmamsizlar? Voy, texi Aygülning o'z og'zidan angladim. Ay qacha? Qanday ahvollari? Tinchlikmi? Tayir yaxshi bo'lib qoldimi? Ay, nadikini deysiz? Kundan kunga og'riqi adab ketyotdi. Tayir xil obdan odam bo'lgandi. Qachon to'y qildi, shuningdan keyin u o'zgardi. To'g'ri dedingiz, Sulayman. Balam oltonga bagitsiz bo'ldi. Gulnar kelin bo'lib oilamizga kelgandan bo'yan bizni nasvas qilib turdi. Men shu gapni deydab turgandim. Kelinlarga obdaroq ko'z quloq o'slib o'qidak. Uning oqidan ba'zi so'z cho'chaklarni anglab qoldim. Nima so'z cho'chaklarkan u, ha? Ish qilib, kelinlari ancha durust ayol emasdek qiladi. Voy, sho'rmay, shuningga bizning oilani nasbas qilib turibdi ekanda. Chiroyli to'g'apa yo'q deb, men bir yaxshi kelinga erishdim deb xo'shalab yursam, men rasvochilikni qaramamdigan. Ay qacha, bunda xafa bo'lib ketmisizlar. Bo'lmasa men xijlab qoladi ekanman. Qani, bir mezgil sinab boqmamla. Xo'sh. Voy, balam. Neymiş bu balam? Nim bo'ldi? Tura. Gulnarning nima qilgan ekan? Mening holimni bilib turib qo'ylarni qo'yib etibdi. Tura balam, tura. Mush kunda Gulnar haddidan oshqili turdi. Sen Gulnarni obdanroq boshqarib qo'ygan balam. Xotiningning ko'ziga qaraverib bo'lgan ahvoling mushu. Nayiga kirib, doktorga obdanroq ko'rinib baqqan, kesling yomoniga aylanib qolmasin balam. Gulnar sana kuyinmagan bilan men sana chidamayman o'g'lim. Appa, sen Gulnarni ayblayvermagina. U elimi etizning uyning ishini qilyotdi-ku. Men ama gapimni anglab qo'y, jenim balam. Gulnarga obdanroq ko'z quloq bo'l da'vatiman. Nima da'vatsan? Assalomu alaykum yuzboshlig'i. Qanday ahvollari? Obdan turib Keling Sulayman. Ko'zlardagi ko'k texchi yo'qlay demabdi. Ha, shusmi. Qerishqandek bu ko'kmi yonmayotdi. Ha, o'tiring. Ha, ma'qul. Amin. Allohu akbar. Yuzboshlig'i, eliqi rish degan dushakni soqchiq tutib berib yaxshi qilajimi? Hammani qilgan ash rish degan xotin taloq. Men endi uning xizmat masalasini hargiz hal qilmayman. U meni nima qila oladi ekan qani? To'g'ri, shunday qilish kerak. Ata muavin Sidiq hokimning o'g'lining to'yi. Sidiq hokim bo'lsa bizning oq terigimiz. Hay, men baramaydigan bo'ldim-da. Sizlar ati u to'yga bormisizlar? Muavin Sidiq hokimning cho'qim ko'ngli keladi. Mening ahvolim mushundaq tursa, qanday para olayman? Ma'u pulni Sidiq hokimga siz yetkazib bering. Agar u meni so'rab qolsa, og'rib qoldi desangizlar bo'ladi. Bo'ladi. Bo'ldi, sanimizingizm bo'ladi. Shu 3000 so'm pul. Ma'qul. Eliqi Gulnar degan chokonni ko'rib turyotamsiz. Ajabmi bir tarsa chokan-ku u. Mushu ahvolda turib, yana qiz chokanlarning gapini qilyapamlar.
Avu bir ko'zlarga mo ko'kchib qolmasa yana, ha? Men texi yana tatib olsam, u cho'qim oldimga tizilib keldi deb o'ylagandim, biroq u kelmadi. Endi uningdan davomli o'ch elish kerak. Yezi boshliq asli undaq deydikanlar. Haq mening orqamdan tillayotdi. Hatto orqamdan bo'layotgan gap so'zlarmi oz emas. Yuzimdan yuzimga yezi boshliq Osmonning g'altisi deyishyotdi. Deyxan haq degan nimani demaydi deysiz? Maydingizni egiz ko'tarib ishlayvermamsiz. Hadidan oshqonlarga mana men o'zim tetayman. Rahmat, yezi boshlig'i, rahmat. Hey, adaş, bu yerda nima ish qilyapsan? Bir yer uchun mushunchalik urib ketishning nima hojati? Boshqa ish qilsang bo'lmadimi? Aka araqni. Nim bo'g'ini shunchalik araq ichsan? Sen mening ishimga aralashma. Nima qilishimni o'zim bilaman. Sana nim bo'ldi? Nimandaq menga to'ng tegisa? Tursun. Senin ayolun bilan zaten ne münasibetin var? Nima? Tahir, men... Sen iflasını gören közüm yok. Yok ol! Gülnar bilan mening hech qanday münasibetim yo'q. Xudo oldida qasam qilmasam qilib beray. Oygul degan qora yuz ikkimizga qor chapladi. Oygulga qor chaplasin. Mahaldagilarchi? Mahaldagilarning ko'zi ko'rma. Hey iflos! Tahir, meni qo'yib et. O namussiz! Tahir! Mana! Apa, oshsizlar. Tahir, eshingizni ichib oling. Tahir, iching-a? Tahir. Eşiğe çivin düştü. Onu işkil olmaydı. Apırıp töküvet. Qiladiganni qilib bo'lib, ko'zining yeshini oqqizayotganini qara. Men sana necha qatim dedim, er kishi degan xotiniga tumurini tutqizib qo'ymaslik kerak deb, bo'lmasa bo'yniga minib oladi. Ko'nolarning chiroyliqda vafo yo'q degani rost gapkan. Bu eskida chiroy bo'g'ini bilan vijdon yo'qkan. Bo'ldi qila, apa. Gulnar bilan Tursunning munosabati bor yo'qligini men cho'qim aniqlayman. Uni ayblayversang, bizning turmushimiz buzilmamdi. Hey, bir yumlab xotining tarafga o'tib olding-a? Anangni mi o'ylab qo'yjimi? Meni nima qildiysa, apa? Elimiz sening gapingga kirib Tursun bilan azarlashib qoldim. Gullarni haydaymi ya? Men keslimning dardini tortmanmi yo sizlarning xafalig'inglarni tortmanmi? Gulnar rost rasvochilik qilgan bo'lsa, men qarab turmayman-ku.
o'ltirib ketibsiz-ku. Xiyolingizga yana kimlar kelyapti? Qig'iliqni qilib bo'lib, yana meningdan so'ramsan? Sening kasobitingdan Tayir bilan ajralishib qoldim. Günlarmi tuhmat kuchirdi. Bilamsan, Tayir menga shunday ehtiyojli vaqtda senizi. Endi ularning bo'siq-siq dasaydigan bo'lsangiz, sizdan obdan bir hisoblashman. Günlar o'zining chiroyiga bak ishnib ketib, ko'ranlab ketgandi. Eri haraqkash bir zambil to'qilib yotdi. Og'zingni yum. Seni kundashligan qachonmi tuga? Xudo oldida qor yuzib ketsan. Mening Günlar bilan hech qanday ishim yo'q. Agar at berib Günlardan apul so'ramaydigan bo'lsang, meningda ko'gilgingni ko'rsan. Nimandaq yig'laversiz? Gulnar, bu yig'laverganimda bir ish olmaydi deyman. O'z vaqtida siz meni yaxshi ko'rib to'y qilgan edingiz. Endilikda siz xalqning fitna-fasotlariga ishonib ketyapsiz. Opam menga ishonmay, yomon ko'z bilan qarayotdi. O'ylab beqing, Tayir, men ashunda rasvochilikni qilamanmi? Test qurgan oilamizni buzamanmi? Opamga ishonmasin, siz menga ishonmamsiz, Tayir. Jinim Tayir, menga ishoning. Rishtikam, turmadan sağ-salamat obda yenib chiqdingizmi? Keling, o'tiring. Sizning xizmat ishingizni qaytadan asli keltirishni o'ylashgan. Bugun berib uydagilaringiz bilan obdan bir ko'rishib keling, ha? Nomus qilmay qilayotgan gapingni qara. Undaq paskini xotin bilan-chu, o'zing o'tib o'tdi. Odam emas hayvon. Sen meni az bo'lsa qildingmi? Osman, aldirmaydi. Men sening ustingdan cho'qim arz qilaman. Bu dunyoda ba'g'u qonunning borlig'ini unutib qolma. Haqqoniyat degan hamon haqqoniyat. Bildingmi? Ustingda cho'qim arz qilaman hayvon. Shukami, doktorni bu Məldiki qıqlarning og'zini itibog'ili bo'lmaydi, Gulnar. So'z cho'chaqisi qilavermamdi. O'zingizga oq bo'lgandan keyin beshingizni ichingizga tiqib yuravermamsiz. Undaq deganingiz bilan Tayir menga ishonmayotdi. Opamni o'shmanlik bilan qarayotdi. Ular bo'yimdan ajrab ketishi bilan qo'ziliq qo'yning bo'g'ilib o'lib qolganligini, yana o'sak gaplarni bahona qilib menga oromchilik bermayotdi. Yuragim datalamga to'shib ketdi Soniya. Nima qilishimni zodi bilamadim. Egisi yo'q deb meni mushundaq bo'za qisib bo'lamdi. Tayir sizni shundaq yaxshi ko'ratdi-ku. Tayir bo'lsa sizni tushunishi, xalqlarning so'z cho'chaklarga ishonmasligi kerakdi. Haq degan ba'zida sarong bo'ladi-jumi, xalqning gapiga kirib bir chiroyli ayolga azor berginni. Tayirga shuncha yig'lab tushundirsammi, lamjim demay turibdi. Qaraganda opam uning beshini bek aylantirib ketayotgan o'xshaydi. Hozir har ikkilisining muomalasi menga yaxshi emas. Tayirni Urumchiga olib davoldiman deysiz. Mushunda qilib yursa, u yerga bermisiz ranjdarmi? Bilmayman Soniya. Balkim o'ngishilib qolar. Doktorxonada davolanadigan pulni tayyor qildinglarmi? Uydagi kala qo'ylarni sotdik, yana bir muncha odamlardan qarz oldik. Bu pullar yetamdi, yetmamdi, hozircha bilmayman. Gulnar! Gulnar, o'tganda to'sma-to's qilasizlarning oiladan odam chiqmadi. Qoida bo'yicha 100 yen jarimani to'laysizlar. Tayirning kasal ekanligini bilasiz.
Ürümchiga davolatqili boradiganga tayyorlik qilyapmiz. Uyda boshqa odam bo'lmasa, kim boradi? 60 yoshlik opam boramdi. Buning bilan mening chatig'im yo'q. Bu degan tuzum. Pulni cho'qim to'laysizlar. Hajat haddidan eshib ketdik bu g'alcha. Uyingizning ahvolini bilib turib. Tursunning ayoliga mushi ish plas berib chiqimchilik qildi ekan. Opamga mushi yetkazibdi. Hammani keyin bildim. Yeyib turgan bilan ichida zar qaynaydigan, niyati intayin yomon ish plas bir nima ekan bu. Mening ustimda nima ish xusus cho'chak taqtidig'ini hozirgacha bilamayapman. Bu Voy, Rashid, tutulish o'rnidan qaytib chiqdingizmi? Keling, o'tiring. Qiziq bir piyola choy damlab chiqay. Qani o'tiring. Hey, to'xtag'ina. Men seni haydayotgan-ku. Nim deb keldingmi uyga? Voy, yuzi qilin. Odammisan? Numus qilma yana keldingmi? Yo'qlayamam. Mendan o'tgan bo'lsa, meni kechiring, Rashid. Ikki bolaning yuzini qilib bo'lsimi, yaxshilashib qolaylik. Endi o ishlarni Eğizimizga almagan bo'lsangiz chinin Rashid. Xotirjam bo'l. Men sen bilan uy tutmayman, bildingmi? Men sana dedim-ku, yo'qol deganga yo'qolmamsa. Yo'qlayamam. O'tinib qolay. Bolalarimizni o'zimiz boqaylik. Bundan keyin undaq ishlarni yuz bermasligi va'da beray. Chinin Rashid. Bolalarni yetim qilmaylik. O'tinib qolay. Bo'pti. Bolalarımның yüzünü qıp bolsunmu bu ölsan qalsın. Biroq, men ketaman. Rashid, meni tashlab ketma. Rashid! Ben ishkini iching. Kim? Avval ishkini iching deyman. Yezi boshlig'imiz siz. Ha. Nima ishingiz botdi? Avval ishkini ochmamsiz. Kon otla qo'zg'alib sizni izlab keldim. Meni qarshi olmamsiz, ha? Chiqing. Siz bek yuzsiz odamkansiz. Meni bir muncha bola aqtiq qo'yib, pakechi deganni deb keldingiz. Men sizni deb ailemni vayron qildim. Chiqing. Siz meni yaxshi ko'rmamsiz? Siz de meni rad qilyaptamsiz? Chiqib keting. Siz yana meni aldamoqchimi? Meni yana mushunda ishboslik majburlaydigan bo'lsangiz, ustingizdan arz qilaman. Yo'qoling, chiqing. Bu rasva qonjoq. Seni ikkinchi izlab keldigan bo'lsam, Tahir! 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 Ha. Nim deb kelding? Sizlarning etizlikdagi qo'noqlikqa bir skalasini qo'yib atgan o'xshaydi. Bir munchani nabot qilib yetibdi. Shuni deb qo'yay deb kelgan edim. Toza, yaxshi vaqtda kelibsan. Sen Tahirning shunday yaqin og'inisi turib, ashundaq rasvo ishni qildingmi? Hey, seningda vijdon degan narsa bormi? Undaq so'zlarga ishonmaslar Ayxon ona. U degan to'kmat. Ko'nalarning qo'sg'ongning og'irg'imisa tavuz ishni qo'qma degan gapi bor. Bir-birimiz bilan azardishib nima qilamiz? Shamol chiqmasa, daraxtlanishmaydi. Bir ish bo'lmasa, bu gaplar chiqamdi. U degan to'kmat Ayxon ona. Xudo oldida yomon bo'ladi. Hey, to'liq ko'zimga sat ko'rinmay, yo'qlar bu yerdan. Ayxon ona.
Assalomu alaykum, izi boshlig'i. Qanaqa avvaldir, obdan turib o'tamlar. Yaxshi. 2 kun bo'ldi. Hech ko'rshanmadik o'zlari bilan. Yeningizga 2 qitim odam evassam kelaymi demaysiz, ha? Yo'q, unday emas, izi boshlig'i. 2 kundan beri bak aldirashib qoldim. Sizlarning eli tog'dagi o'riq qo'ylarni sotadigan ish qanday bo'lib ketdi? Tog'dagi qo'ylar o'ruqlab o'lib qolib turibdi. Shunga setib tayil deyapmiz. Nəhayət yaxşı. Sizga gapning ochiqini qilay Sulayman. Mening navri inim qo'y bodab sotmoqchi ekan-toq. Aşı mallarni mening navri inimga bergan bo'lsanglar. Bo'ladi, izi boshlig'i. Sizlik bermagan qo'yni kimga beramiz deylar? Anglasam bu qo'ylar bak o'riq ekan. Har birisiga 100 qo'yni hisoblaganda jami qancha qo'ydi? 120 tuyoq. O'g'illik pulni akib berib, mallarni olib ketaylik, ha? Bu izi boshlig'i bu. Ne bo'ldi? Shunchalik ishqimi tishingiz patmasa, sizni qandoq bir atraq boshlig'i degil bo'lsin, ha? Xotin kishida g'idingchimay gapni putin qilmamsiz deyman. Meningchi bo'lsa-ku bekor qilib berib etaman. Biroq ular mening oqilimdan arz qilishdi. Azroq pul ketib baslar. Voy. Mush gaplar og'zingizdan qandoq chiqdi, ha? Sizga bu huquqni kim bergan? Meni to'g'ri tushansizlar, izi boshlig'i. Men sizga umrboyat sodiq, izi boshlig'i. Quruq gap. Siz men topshirgan ishning qaysini qilib baqdingiz, ha? Qachon meni rozi qilib baqdingiz? Men birdan bir shu kunlarni sizga to'g'rilab beramadim, izi boshlig'i. Undan boshqa qaysi ishlarni qilamadim? Sulayman, men bu yerga atoydan shu qo'ylarni olaman deb kelgandim. Mening shunchilikmi yuzim yo'qmi? Bo'ldi. Ammoqdimi? Izi boshlig'i, xapomislar. Bo'ldi, men siz deganga beray. Bo'ldi. Nerturing, ha? Izi boshlig'i, xapomislar. Men sizni bundoq gap qilar deb o'ylamoqtiganman. Ma'qul desizlar, izi boshlig'i. Xapomislar, chiroyli qiz-cho'kalarni chaqirib, toza, fayzli bir o'ltirishni o'rinlashtirib beray. O'zirmi ayol kishini seqinib qolganlar axsha, ha? Shuslar. Shuna qilaylik. Shuslar. Tursun, keling choy ichimiz. Tursun, xafa bo'lmang. Sizni bekorni ayblabdiman. Qarab turib Gulnarg'im tuhmat chaplabdiman. Gulnar aslida men o'ylaganda qiz emaskan. Hamma xafalig'ini tergan oshu Sulaymon degan g'olchikan emasmi? Siz tushungan bo'lsangiz bo'ldi-ku. Aygul, Gulnardan apu so'rdingizmi? Men Gulnarga yuz kelmayman. Aslida men Sulaymon degan yilgarning domiga tushib ketibdiman emasmi? Tursun, men atil berib Gulnardan apu so'ray, ma'qulmi? Qani choy iching. Voy, Aygül balam öy kirmeyli menipsiz-gu. Ayxon ana, men Gulnardan apu so'ray deb kelib edim. Nimaga? Ayxon ana, men Sulaymonning gapiga kirib, Gulnarning diliga azor beribdiman. Shunga bu qilgan ishimga meni kechirvasizlar ana. Gulnarg'imi apu so'rab kelganini deb qo'ygan bo'lsalar. Xo'sh, men mangay. Izi boshlig'i, unchalar xafa ketmaslar. Izi boshliq barat degan u g'alchaq sizlarni hech nima qilolmaydi. Sizlarning degan noyda oq teraklar bor tursa. Oq teragim bo'lgan bilan ish haqning og'ziga chiqib qoldi emasmi? Hamma ishni buzdingiz. Menga nima amal izi boshlig'i? Dehqon haq jim turg'ini bilan mungizi ishdik emasmi? U qo'ylarni boshqa birisiga sotdiq desingizlar bo'lmadimi? Nima deb mening chavog'imni chiqdi deysiz? Izi boshlig'i, mening gapimni bir anglab boqmamsiz. Menda hech qanday gunoh yo'q. Dehqonlar yuqoriga arz qildi emasmi? Abdunum rayondan kelgan xizmat atirti bilan ma'u noylik inson tekshirishga meningdan bak surish chiqib ketyapti. Men ularga qandoqmi yolg'on so'zlayman? Xotirjam bo'lsanglar izi boshlig'i, dehqonlarning bundoq arz qilishi necha qitim bo'lgan-ku?
Nang qepi, shunchalik ishni muqamlashtiramag'in. Yezi boshlig'i, bu ishmi o'tib ketdi. Uchimizni ravrs oladigan paytmi yetib ketdi. Bu ishga unchalar achchig'lab yurmay. Jusslar, yezi boshlig'i, biz Jusslar, bir ish qiziqdan kavob yeymiz. Bo'ldi. Mening ishim bor. Boshlig'i, Jusslar, kavob yemay bo'lamdi. Jusslar. Kasli. Kavob Jusslar. Bir 30 ziq basla. Mana hozir. Qani, oltasla. Qani, oltasla. Maysiz yerdan basla. Bizning ma'o yezi boshlig'imizga may ziyon qiladi. Bo'ladi. Tahir. Arun to'xtat. O'rimchiga davolanig'ilmagan odam nima uchun menga xabar qilib qo'ymaysan? Men Sana hozir toza pul lozim bo'lyotdi. Az o'simi, menga 500 yonini hisob qo'y. Yo'q, bu Uydagi ishlaringdan xotirjam bo'lgan. Jira, men seni uzitib qo'yay. Tursun. Men xalqning fitna fasadlariga ishinib, sening ko'nglingga azor berib qo'yibdiman. Meni kechirgin. Meni tushungan bo'lsanglar bo'ldi, adash. Biz yana yaxshi do'stlardan. Tursun, rahmat sana. Gulnar, siz meni kechirdim. Buningga kechirish ketamdi. Bu mening chin ko'nglimdan chiqqan so'z. Men sizning ko'nglingizga azor berib qo'ydim. Meni kechirdim. Chup. Hozir u yerga haqni ko'z tushib yetibdi. Fursatni chin tutchimi adash. Haqni qo'liga tushib ketsin. Men bir oy ketganimga bu yezida haqiqatan jiq ishlar bo'lib ketibdi. Siz faqat to'g'ri qilmabsiz. Huquqni shunda qalayimqon ishlatishning qanday oqibat keltirib chiqildiganligini o'ylamadingizmi? Vang shuji o'rganishga menishdan burun nima degan? Uni unutib qoldingizmi? Yezi boshlig'i, siz xalqlarning undaq yolg'on yabadaq gaplarga ishonmisizlar. Bu yezida mening do'stimdan dushmanim ko'p. Men sizga kuyunib shunday deyapman. O'zimizda masala bo'lsa cho'qim topshirishimiz kerak. Kishilarning inkosi noyiq yetib borsa qanday qilasiz? Buni o'ylamadingizmi? Arz qilmamdi. Bu yalangtoshlarning arz qilishidan men qo'rqib qolamdimi? Siz bundaq desangiz bo'lmaydi. Hozir partiyamiz poklik qurilishini ta'kidlayotdi. O'zimizni masala bo'lsa topshirishga tegishli bo'lganini topshirish kerak. Nima? Sizlar menga tahdid silyaptimlar? Qon ter to'kib bu yezini mo'shinchilik qilib qo'ygan menjumislar? Tunigan kelib nima cho'ng gap bu? Hukumat meni bu yeziga yezi boshlig'i deb taklif qildi. To'g'ri bo'lmagan ishlarni to'sash mening majburiyatim. Sizlarning nima ish qilayotganlari menga 5 qo'ldak ayon. Men nima ish qildim? Bu yezining xalqi uchun ishildim. Ishlabdimish. Sizlarning mening o'ramni ko'lab yurganlarini men bilmandimmi? Osman, to'la biljiramang. Qarisu yezi xalqining ko'zi ko'r, quliqi pang emas. Yana 2000 yuan pul topshiringlar, ikkinchi qatimliq operatsiyaga o'rinlashtiramiz. Voy, biz 4000 yuan zakolat puli topshirdik-ku. U pulni birinchi qatimliq operatsiyaga, tekshirishga va davolashga ishlatib bo'ldik. Tezdan operatsiya qilmasak, putini saqlab qolish tez. Tezroq bir amal qilasizlar. Davolash puli nimanda qimmat? Gulnar, qaraganda biz bu operatsiyani qilmaydigan o'xshaymiz. Biz mayli. Narsani yig'ishtiring, ha? Unda qilmang, Tahir. Pulimiz qanday qilamiz? Yig'ishtiring. Unda qilsangiz bo'lmaydi. Haras, Tahir, oltin jabtiqlarimni sotayli. Azroq olsin pul bo'ladi. U degan men sizga epagan to'yliq tursa,
u qancha pulga yaraydi? Operatsiya pulini 2000 yuan davasa, yana kelib boshqa xarajatlar bilan 5-6 ming yuanga boradi shu. Pulni nerdan topamiz? Chiqib tilamchilik qilamdiq. Tayir, öydümü doktorga ko'rinishga unumay jahillik qilib bir putingizdan ayrilib tasib qaldingiz. Endi davoltib saqaytayli desak kelsangiz qanday bo'ladi? Pulni men bir amal qilay. Nerdan amal qilasiz? Ish qilib men bir amal qilaman, xotirjam bo'ling. Yeting. Qaynoq suv kirib etay. Ayxacha? Ha. Qandaq ahvollari? Tesh turdimi? Obdan turyapman balam. Birər ölümgə mağan oxşamamla. Şundaq. Şiren bir tuqqunimiz tugab ketibdi-kan, shu yerga mangan edim. O'zingiz obdan turyatamsiz balam. Uy ichi teshli. Tayirdan xabar bormi? Onundan xabar yo'q, jimiblik ketdi. Shu balamni to'la o'ylab uyda qo'ygan tutqunimni bilmaydigan bo'lib qoldim. Bek ansirab ketyapman. Hey. Gulnar Tayirni bozaq qilib, shu yerga tashlab qo'yib, bazar aylanib yurgitdi. Tayirga uval qilib. Men mang'idgan vaqtida shundoq obdan nasihat qilib qo'ygan edim, undaqmi qilib ketmas. Hey. Sizlar toza o'tib ketgan bir sodiq xotin-da. Ma'qul, men ketdim. Hürmetlik yezi başlığı. Yaxshi turyotamlar. Sizlar mening bu xetimni topshirib olgan chaqlarda hayron bo'lishlari, hatto menga nafrat o'qishlarmi mumkin. Chunki men 2 oyning oldida sizlarni haqoratlagan Qumdin kentidagi Gulnar bo'laman. Yezi başlığı. Qismat degan shundoq rahimsiz bo'ladi ekan. Men Urumchiga kelgan bo'yan yo'qsizlik va ocharchilikning dardini yetkichi tatdim. Pulning odam uchun suv va havodan bekrak muhim ekanligini tushunib yetdim. Tahirni davoltishga pul yetkazolmay necha qatim hayotdan umidimni uzdim. Biroq yana unda qilg'im kelmadi. 2 oyning oldida sizlar qanday qiyinchiligingiz bo'lsa, men hal qilib beraman degandilar. Shunga men sizlardan yordam so'rab bu xatni yozdim. Tuqqanlardan yordam so'ray desam, ularning ahvoli yaxshi emas. Kentga xat yozsam hech qanday javob kelmadi. Men yezilik hukumatning bizni qutqizib olishini so'rayman. Gulnar. Qandaqroq? Hali yaxshi qoldingizmi? Operatsiyani mushoyining 17-kuni, ya'ni kelayotgan 4-kuni qilamiz. Ideyangizda tayyorlik qilib qo'yasiz. Xotirjam bo'ling. Ma'qul hafsa. Rahmat. Obda araminaga. Rahmat sizlarga, doktor. Aykagan pulimiz tugab qolgan-ku. Operatsiyaga qaysi pulni topshirdingiz? Ha, sizga demabdiman. O'tir maktabda birga o'qigan bir savodishimdan azroq pul qarz olgandim. Shu pulni topshirdim. Qaysi savodishingiz u? Bo'ldi, so'ra va menga xotirjam kesalingizni davolasak bo'ldi-ku. Bugun sizga nima bo'ldi? Mendan bir ishni yushirayotgandek qilasiz-ku. Hech ishni sizda yushirmadim.
Assalomu alaykum ana. Tinchlikmi bola? Men uylarga izlab basam sil yo'qkanlar. Bu yoqqa silin izlab mangan edim. Men uydagi paxlarni setib pul qilib kelay deb bozorga kirib ketgan edim. O paxlarni setib keldim. Vallahi kepqas pul kerak bo'ladi ekan. Tayirdan xabar bormi? Balam, ularmi yaqin arada qaytib keladi ekan. O'zingning ahvoli qandoqroq balam? Men izlab berib bir huzurxolik qo'yay degan edim. O'tganda bekodim bekasini ranjitib bir muncha tillab ketibdi men. Aygul kelib menga hammani dedi balam. Sen meningdan ranjimagin. Qeyrganda odam shundoq bo'lib qoladi ekan. Tayir ishkinglar qatinas og'iniladin. Buningdan keyinmi shundoq qatinas bo'lib o'tinglar balam. Pat-pat kep turgan juma balam. Bo'ldi, bu ishlarni tilg'anmayli. Hammadan muhimi salomatlik. Ish kuchlar bo'lsa, menga xabar qilib qo'ysizlar. Ma'qul men menga. Balam, ma'qul. Ya'ni kep turasan, ha? Xo'sh. Hey Süleyman. Men bo'lganda buningga. Izi boshlig'i. Assalomu alaykum izi boshlig'i. O'tdan turdingizmi? Sizni qaysi shamol uchirib keldi? Izi boshlig'i. Men nayt ko'p o'ylanib, oxiri masalamni pash qilish niyatiga keldim. Yaxshi-ku. Mening o'tganda qilgan gaplarim ta'sir qilgan o'xshamamdi. Shundaq. Men Qumdon kent uchun bo'lsa-mu, ba'zi ahvollarni pash qilib, rahbarlikning qo'llashiga erishish niyatiga keldim. Rost gapni qilsam, Osmon izboshlig'i necha yildan buyon Qumdon kentini shulib quruq so'nakka aylantirib qo'ydi. Huquqidan foydalanib Qumdonliklarni sarang topdi. Mana bu somkida Osmon izboshlig'ining kentimizdan ep ketgan va arzon ilib olgan narsalarning tizimligi yana uni necha qitim nadi mehmon qilganligimizning dalil isboti to'liq mushning ishida bor. Mana buni ko'rib beqing. Mushullar shu. Men bu materiallarni ko'rib chiqqandan keyin intizom tekshirish guruhiga topshirib berma. So'raydigan, dalillashtiradigan ishlar bo'lsa sizni keyin chaqirtimiz. Men bu bir necha yildan beri xudimni uqmay, Osmon izboshlig'ining chag'an deb usul o'ynab ketibdiman. Men sizdan bir o'tinib qolay. Menga atadorchilik qilib bir qitim fursat bergan bo'lsangiz, men bundan keyin cho'qim sizga sodiq bo'lib, jafo mushaqqat chidab ishlayman. Sizga hargiz yuz kelmaydigan ishni qilmayman. Cho'qim gapimda turman. Yaxshiligingizni hargiz unutmayman, izboshlig'i. Rost gapni qilsam siz to'g'riliqmi inkas bak ko'p. Hammani bir-birlab tekshiramiz. Izboshlig'i men hech nima qilmagan tursam. Qumdonliklarning sizga fikri oz emas. Haqnoq chidildigan ba'zi ishlarda siz kent kadriga bo'lishga tegishli majburiyatni ado qilmadingiz. Yaqinlaringizga yon besib, yo'voshlarni bozak etdingiz. Kent mol-mulkini buzib ketishga yo'l qo'ydingiz. Bu ishlarning hammasi bizga inkas qilindi. Teqi anglasam Tayir degan yigitga 20 oyani setib berib, uni yaga bir munch ishlatkizib, keyin boshqalarga ep beribsiz. Mushundaq o'z beshimchilik qilib, qarshi fikrda bo'lganlardan 3 ilishqa qandaqmi betindingiz? Bu ishlarning hammasi Osmon izboshlig'ining majburlashi, buyrug'i bilan bo'lgan. Meni to'g'ri tushuning izboshlig'i. Menga uvol bo'lmasin. Majburlasa qarshi tursangiz, inkas qilsangiz bo'lmamdi. Meningcha bu ishlarning hammasi Osmon bilan munosabatli bo'lishi natoyin. Siz endi barliq masalalarni uning ustiga ortib qo'ymoqchimi? Siz hozircha qaytib xizmatlarni yaxshi ishlab turing. Izboshlig'i, men bo'ldi, xo'sh. Assalomu alaykum izboshlig'i. Yaxshimisiz? Bu yoqqa qolibsizmi? Sizlar hech bir biz tarafga ya o'tmalar. Shunga men sizni ko'gim kelib alayda yo'qlab kelishim. Qumdonliklarning meni arz qilib qilmagan askiliklari qolmagan bo'lsa, u yerga nima deb borgidekmi? Qumdonliklarning aqli gajikisiga chiqib qoldimi nima? Toza bir saroq akina u. Ular arz qilgan bilan bizlar bog'o izboshlig'i. Biz sizni yana beshimiz qilib ko'tiramiz emasmi? Undaq ishlarga ochiq olmay, bugun bizning uyga bir baslar toza bir o'yintib qo'yay. Anglasam rost
Gulnar degan cho'kammo yaqinda kelamish. Onunğa sizlar pul üvetpəliği deyman. Sizlar yaman çağda esqatqandan keyin, endi sizlarning gaplariga u g'ing qilmay ma'qul deydi. Bo'lmasa, bir kuni men uni to'g'rilab beray bo'lam. Bo'ldi bu gapni qo'yayli. U pulni yo men evatpamisam, yezliq hukumatdan ozroq yordam qildik shu. Og'izlarda undaq degan bilan ko'ngillardan chiqmaydi. Uningga kuyib qolgan do'stlar. Bo'ldi, bu chaqchiqingizni qo'ying. Ta'kidlab qo'ydigan bir ish hozir intizom tekshirishdan bek kuchab ketadi. Agar sizdan yeziliq hukumat yoki intizom tekshirishdan ahvol egallab qolsa, siz hargizmi chandirib qo'ymang. Bu shamolmi o'tib ketadi. Keyin men sizni obdan rozi qilib olaman. Voy xotirjam boshlar izni boshlig'i, ular sizning bir tal mo'ylarg'im cheqilanmaydi. Bu izda sizlar yana maydlarni ko'tarib, qarg'aydek tik turib ishlaylar. Biz sizlarni qo'llaymiz, izni boshlig'i, qo'llaymiz. Ma'qul, keyin ko'rshay. Ma'qul emsa. Xo'sh, Xudoyimga omonat. Xo'sh emsa? Ma'qul, xo'sh. Assalomu alaykum Ayxacha. Obdan turdimi? Xudoga shukr, yomon emas. Sizlar bu yerda yolg'iz o'ltirib qoldiku. Tayirlar bugun kelimiz deb ekan, shular qarab o'ltamaymanmi? Tayirlar qaytib kelmoqchimikan? Yaxshi bo'lib qoptimi? Xeyli yaxshi bo'lib qopti. Ular qaytib keldi-da. Ha. Ayxacha, anglasam, Gulnar Osmon izi boshlig'idan pul so'rab ekan, shu yaxshi bo'lib qopti ekanda. Nima deydigan siz Sulayman? Hey, ular kelgandan keyin kelinlarga o'ptaroq ko'z quloq bo'lib qo'yala. Ma'qul. Mening yangi izida azroq ishim bordi. Berib kelay. Opa! Balam! Opa! Voy canım balam. Yaxshi bo'lib qoldingmi? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Salomat turdingmi, opa? Bek ko'gim kelib ketdi seni. Canım balam, men sana qarayammidim. Seni baqammidim balam. Yaxshi bo'lib qolsan. Ko'nglim xil aram deb qoldi. Opa, Seni yolg'iz tashlab qo'yib, yaxshi qarayammidik, opa. Joppa tatib qolmagansan balam. Yo'q, opa. Gullar obdan qaridi. O'zing yolg'izlik tatib qolmagansan, opa. Hamma ishni sanada tashlab qo'ydi. Yo'q balam, undaq demagin. Sen yaxshi bo'lib qolsangli bo'ldi. Xudoga ming shukr balam. Helim mushunchalik bo'lib kelsa. Voy, bakensiz Gulnar. Tinchlikmi? O'rimchidan kapto deb аңлыгыны xeyli oldi. Bu yerda uchirtib kelishimni o'ylamoqda ekanman. Bo'ladi. Agar shundaqli bo'ladi ekan, bu ishlarning hammasini o'zingiz bir taraf qiling. Buningda men qarab turmayman. Yana keyin bu ishlar, qarang ularga. Aras, ben ivetken pul tegdimi? Topshirib oldim, rahmat sizlarga. Lekin xatni shundaq ta'sirli yozitgansiz juma. Sizlar bizga ko'p yordam qildilar. Qilgan yaxshiliklarni hargiz unutmaymiz. Bo'ldi. Siz oldirib o'tibsiz. Hozir menga bering. Lekin men sizni bir kun izlayman juma. Xo'shamsa. Tayyor. Qanday arkadaş? Yaxshi, o'zingchi adash. Yaxshi. Nahiyadan ushaq cho'knasan og'ash keldi o'tatding. Tizimlab qo'ydingmi? Tizimlab qo'ydim. Mana tizimlik. Mana bu 500 yam pul.
2 kunda bir qatam mol kelsa, qirg'anda suvdan yaxshi o'xshamamdi, ha? Yomon emas. Hey, do'koningga aroq solmagansan? Yo'q, adash, endi aroq solmayman. Putumning sababi mo aroqdan bo'ldi. Aroqni yana solamanmi? Ma'qul, endi men ketaveray. Bo'ldi, adash. Ma'qul. Xo'sh. Hey, Davud! Davud! Hey, Davud! Ne bo'ldi? Seni izlaydigan ish bor. Aşağı turibdi. Hozir chiqma. Ma'qul. Hey Davud, endi bu yani terimsang bo'ladi. Bu yani tayirga yana o'tkazib berdigan bo'ldik. Bu qandaq gap? Yerni o'zinglar sotgan tursanglar, endi bir muncha ishlab bo'lganda qaytaraman desanglar qandaq degan gap bu? Bu mening ishim emas. Qara. Bu yuqorining o'rlashtirishi. O'zing bilasan, bu yerga Tayirbek ajr qilgan. Uning ustiga u hozir meyib. Agar tashkil bu ishni uqib qoladigan bo'lsa, bizni chataq qiladi. Shuning uchun bu yani uni qaytarib berdigan bo'ldik. Sulaymon, sizlar meni qapoq ko'rib o'tamsizlar? Bu izliq hukumatning ishi. Men ijro qilishni bilaman. Sen ijro qilishni bilamsan? Yerni o'zing setib, o'zing qaytarib olamsan. Bundaq namarlikni nerda o'rganding? Ayta, Davud, gelimni qo'yib et. Gelimni silma qo'yib et. Anangni, gelimni qo'yib et, Davud. Gelimni qo'yib et. To'xta. Meni urush qilib ketdingmi? Men sizni soqchig'idan qo'lingda kagini qilgancha. Erim dehqonlarni azboz qilmading sen. Sen undaq odam tilamachibo. Men seni qo'rqib qolmayman. Eli baka. Eli. Sen bir qanchalik demakda? Bu kentni men so'rayman deb o'ylab o'tamsan? Hukumatning ko'zi bor jumbo. Amini bir kuni ko'tingga tepib kelsa. Xap to'xtat u abka. Men sening adabingni qandoq berdi ekanman? Bir ko'rib qo'y. Qo'lingda kagini qil. Tayyar! Tayyar! Ya bana ara gitme! Tayyar! Tayyar, hey Tayyar, birisi sizni chaqirib o'tadi. Tayyar? Hey, Eshigingni ocha. Bana aroq keltiribdi. Aroq bo'lmasa xotiningni olib chiqibdi. Men bu boshqalardek xotiningni o'ynab boqay. Ey! Eshigingni ochmamsan? Acha! Tayyar, eshigingni ocha! Eshigingni ochdingmi, adash? Sen miding? Men yoqqanni qo'yat-a. O'tama yoqqa. Bu yerda nima deding ha? Xotinimni tishlab tortsan-ku. Xotinimni kim o'ynabdi? Ey, chaqini. Yaqini qo'yat. Sen bilan hisoblashmay qo'ymayman. Bu hayvon. Ey, yana bir jigaraqini. Hayvonda otamsan. U xotin taloq. Kirib, xotiningni so'rab baqin. Kim bilan o'ynag'ini shu o'zda birdi. Nima dedim? Bas. nima deb jo'ylayapsiz, Samat? Men zada nima ish qilibman? Deb Baraneri. Sen bana aroq setib bermiding? Ha, to'xtab-tur. Do'koningga o't qo'yatmaydigan bo'lsam, u xotin taloq. Tayyar. Qanjoq. Sen mening ko'zimni bo'yapsan. Rostini ayta. Sen kimlar bilan buzuqchilik qilding? Aytamsan, aytmamsan. Ayta, hey buzuq. Nima deb yuzimni to'ksan? Rostini ayta. Rostini aytmasang seni o'ldirayman. Qirg'oqni qilib bo'lib yana nima yig'laysan? Ko'zimni yunduzni eqitib qutulaman deb o'ylab o'tamsan. Uxlab tushing. Sendek buzuqni men mangu kechirmayman. Senatga yana boshqalar bilanmi munosabat o'rgan emasmi? O vijdonsiz. Samat menga tuhmat qilyapti. Men hech qanday buzuqchilik qilmadim. Ishonmasangiz bularning hammasiga Xudo guvoh bo'lsin. Yolg'on, deganlarining hammasi yolg'on. O iflos.
Seni körek közüm yok. Közümde yok al. Canım Tahir, bana oğul kılma. Bana işiniz ağırsın. Ben sizden ötünüp kalay. Ben Xudo oldida sizga qasam qilib bersammi beray. Men o'zimga pok. Siz meni yaxshi ko'radingiz-ku, Tahir. Tura o'rnidan. Men hamma gapni angladim. Sizning bunday askiligingizni faqatla uqmabdi ekanman. La'nat sizning bu chiroyingizga. Apa, meni tushuntirishimni anglab boqsa bo'lmamdi. Yana nima hili mehrlarni ishiltatyapsiz? Men necha vaqtdan beri Tahirni og'riq deb gap qilmadim. Mana bugun hamma rasvochiliklar oshkor bo'ldi. Qani, deb beqinga. Yezi boshliq Osmon bilan nima munosabatingiz bor? Nimalarni deydi Allah apa? Men to'la tilingizni chaynamay, ochiq gapni qiling. Mening u odam bilan hech qanday munosabatim yo'q, apa. Davatgan gapini qaramamdigan. Hey, Örümchida yezi boshlig'i Osmonga nemishqa pul avat deb xat yozdingiz? 2 kun ilgari qo'noqlikda Osmon bilan nima deb paranglashdingiz? 3 oy burun Mushqoroda nima deb Osmon uchun o'tirish uyushtirib berdingiz? Canım apa, nədəki gəpni qılıvatılar? Nədəki gəpni qılıvatılar? 2 gün bo'ldi. Bütün məhəllədəki xalqның ağzıda Osman bilan Gülnarның münasibəti var deb hamma yerga pur ketdi. Men nomusdan o'lay dedim-ku. Gülnar degan buzuq. Meni yaxshi ko'rib turib, nima uchun menga tuzkorlik qilasan? Mahaldagilarning oldida nima ishqa mening yuzimni to'ksan? Sening naringnim odamdagi bo'lsin. O hayvon. Mening yezi boshlig'i Osmonga xat yozishim, yezillik hukumatning qutqizish pulini elish uchundir. Mening uning bilan hech qanday munosabatim yo'q. Yolg'on. Hammasi yolg'on. Meni unda qarlamang. Kim pushaymon qilib qolasiz? Sizdan o'tinib qolay, Tahir. Məldikilərinin gepini yolg'on deydi. Samatning gepi yolg'onmi? Hey, kent başlığı Sulayman'ın mı gepi yalğanmı? Ya onun kolu kıpan, közü karıqmıya? Canım apa, Sulayman'ın niyeti intayın yaman. Mening üstümden ilgirimi söz çöçekni şu taqatqa. Hazır Sulayman yana şunda qılıvatıdı. Silamanı işiningla canım apa. Ağzını yum, resva qancuk. Sizni endi tushundim. Siz mushundaq askiliklarni qilib yurgashga bizning uyni palakat besibdiki. Men texi Xudoyim menga shundaq yaxshi kelin berdi deb el mahalning oldida yo'g'on so'zlab yuribdimi? Mana endi-chi, xalqning oldida bu nomusdan qandaqmi beshimni ko'tarib yuraman? Bu rasvo. Ko'zimda yo'q ol. Qandaq yığılıqlar var Aldırmaytırma. Hey, bir yoqqa keling. Hey, anladinglarmi? Günlarningchi yezi boshliq bilan alohida munosabati bor ekan. Rost shundoq munosabati bormi-ki? Voy, rost bo'lmaychi. Bo'lmasa pul beradimi? Gulnar undaq askamaschimi? Xeyli hayolliq cho'kan. Satning holi chiroyliqning dadi degandek tuhmat bo'lib qolmasa yana. Ho't xanim, Gulnar hajab yonesib ketligu. To'la gapni cho'nqinmay, erlarga haziy osla. Bo'lmasinin erlardan tatvanmisiz yana. Hey, Saniya, bu yoqqa keling. Paranglashimiz. Aldirab nega mandingiz? Gulnar yo'qab ketibdi-ki, uni izlab mangdim. Voy, hajabni olmabdimmi? Qachon yo'qab ketibdi? Tang saharda uydan chiqib ketibdi-kan. Mushu g'ayvatxo odamlarning og'zini choplavassam deyman. Bir obdan odamga to'kmat choplab, keyindan shikoyat qilib, ayolni bir muncha jidalga silibdi. Gulnar nagami ketgandi endi? Bichaning bu yurtda urug' tuqqanlar yo'q. Xudoyim yomon ko'zlardan saqlasin. Hey, namozga chidamay bir ay qechib ketdimi-ya? Shunda qism qiladi juma u. O'z vaqtida shahar ko'rib qolgan. Oldin qitin Tursun bilan chiqish qolgandi. Endi Osmon yezi boshliq bilan chiqib qolgandikina. Hey, og'zinglarga qo'yib so'zlanglar juma, bizning qizlarimiz bor.
tazim bir g'ayvat xo'kansizlar-ku. Balam, Gulnar rostila qechib ketdimi nima? Bir chiqib ketgan peti tex qaytib kelmadi-ku. Nega yo'qolmamdi? Uningda xotinim yo'q. Atrat rahbarlari bu ishdan xabar topdi. Agar u Beshqayga yaylayga ketib, bir ish uchrab qolsa, o'zi ega. Undaq dema, u yanada sening xotining. Texi o sening nikohingda tursa, agar rostila qechib ketgan bo'lsa, yuzing teximi to'kiladi balam. Toyir! Nima ish bo'ldi degina? Gulnar, Voy zodi nima ish bo'ldi? Gap qilsang-chi. Gulnar u. Hey, tilingni chaynamay chaqarroq deysang-chi. Gulnar. Qazo qilibdi. Nima? Yorug' dunyodagi azob o'qidi. Quruq so'z, quruq tuhmat. Mening yosh jinimni qiynab, oxiri hayotimni halak qildi. Men hech kimga o'zimning samimiy qalbimni tushuntiramadim. Hech kimni o'zimning pokligiga tushuntiramadim. Dunyoda inson uchun buningdan ortiq xo'rliq, dard alam bo'lmadi. Lekin mening hamma ishlarimga Alloh guvoh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا آتنا حسنة وقنا عذاب النار الله تعالى القرآن الكريم حق حرمة بلاد الله أكبر Gulnar, meni qo'yib eting, Gulnar. Meni tutma, Gulnar. Kelinni qo'yib eting. Gulnar. Meni qo'yib eting, Gulnar. Ya. Bak. Çıqa. Yez başlığı, mauni yez başlığı, nem günah qıptı. Hey, nima gunoh qilibdi? Pora olgan pul va nas keraklari 120 ming yuandan eshib ketibdi. Uning ustiga ishsizliklasgan, huquqini qalaymiqa ishlatgan Nolik intizom tekshirish komiteti bilan reviziya idorasi hammani aniqlab chiqdi. Ba'zi ahvollarni anglab, bizmo hayron qoldik. Qo'yma obdan ish bo'pti. Una ahli meni ishga qo'yimnimi yeb ketgan. Oyxonani qarsizlar. Sulaymon. Bu nemishdi? Shundaymi?
Bana salli. Amin. Allahu Ekber. Gullar, u dünyada olsunmu? Meni kechirishingizne umid qilaman. Amaliyotda sizning yezi boshliq Osmon bilan hech qanday munosabatingiz yo'q edi. Men yezi boshliq Osmonga yaxshiroq bo'laman debla, yana o'zimning kent boshliqligimni saqlab qolish uchun ustingizdan o'sak so'zlarni taqib, sizga ziyonkashlik qildim. Sizga haqiqatan uvol bo'ldi. Sizning o'limingizga men sababchi. Ben bugün sizden afu so'rag'ili keldim. Eğer siz beni kechirmasangiz, ben ömür boyu vicdan azabını tortaman. Meni kechirishingizni umid qilaman. Gullar, meni kechiring. Nasıl oğlum bala? Hemimizden razı oğlum. Gülnar kızı bizden razı oğlum. Men to'zg'an bir chechak, chudum soqqan vaqitsiz, qismat qilgan shunda umidsiz baxitsiz, ko'p ekan bu hayotning kulkisidan azobi. Miskin yürüdüm, tapamadı teselli. Köpen bu hayatın külksinin azabı. Benim miskin yürüdüm, tapamadı teselli. Yürürüm tapamadı teselli. Köpken bu hayatın külksinin azabı. Benim miskin yürürüm tapamadı teselli. Yürüyüm tapamadı teselli.